Jizzax viloyatida jamoat xavfsizligini ta'minlash, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida zamonaviy boshqaruv mexanizmlari izchil joriy etilmoqda. Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Jizzax shahrida amalga oshirilayotgan ayni yo'nalishdagi ishlar Chilonzor tajribasi asosida jinoyatchilikni jilovlash, raqamli infratuzilma hamda mahallalardagi ijtimoiy muhit holatini o'rgandi. Dastlab shahar hokimligi huzurida faoliyat yuritayotgan raqamli boshqaruv va tahlil markazi faoliyat ko'zdan kechirildi. Ushbu markaz jamoat xavfsizligini ta'minlash, shahar infratuzilmasini boshqarish va aholi hayotiga oid jarayonlarni raqamli tahlil qilish imkonini beruvchi zamonaviy platforma sifatida shakllantirilgan. Mutasaddilar ma'lumotiga ko'ra, aqlli shahar konsepsiyasi doirasida bir qator yo'nalishlarda raqamli yechimlar amalda qo'llanilmoqda. Xususan, bozorlar atrofidagi avtoturargohlar harakati real vaqt rejimida kuzatib borilmoqda. Jamoat transport oqimi tahlil qilinib, yo'nalishlar samaradorligi baholanmoqda. Shuningdek, ta'lim muassasalari faoliyatini raqamli monitoring qilish va mahallalar kesimida ijtimoiy ko'rsatkichlarni tahlil etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu kuni shaharning Alisher Navoiy hamda Toshloq mahallalari hududlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar ham tahlil qilindi. Davlatimiz rahbarining joriy yil yanvar oyida qabul qilingan 1 va 2 sonli qarorlari ijrosi doirasida ko'p qavatli uylar, aholi xonadonlari, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari hamda ijtimoiy muassasalarning qo'riqlanish holati o'rganildi. Shuningdek, hududlarda o'rnatilgan video kuzatuv tizimlarining samaradorligi, ularning markaziy monitoring tizimi bilan integratsiya darajasiga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, chiqindi to'plash va chiqarish tizimi, maxsus shoxobchalar faoliyati hamda chiqindilarni qayta ishlash jarayonlari muhokama qilindi. Shu bilan birga, to'lov intizomi va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish bo'yicha mavjud masalalar ko'rib chiqildi. Tegishli mutasaddilarga video kuzatuv tarmog'ini yanada kengaytirish, raqamli monitoring imkoniyatlarini kuchaytirish, mahallalarda xavfsiz muhitni mustahkamlash hamda sanitar tartibni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shu kuni Navro'z mahallasi hududidagi Istiqlol bolalar bog'ida bolalar va yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda xavfsizlikning ta'minlanishi tahlil qilindi. Mas'ullar attraksionlar, ko'priklar va suzish havzalarida xavfsizlik talablariga rioya etilishi, profilaktik choralar hamda nazorat mexanizmlari haqida ma'lumot berishdi. Shuningdek, mahallalarda bo'sh turgan yer maydonlaridan samarali foydalanish, mini futbol va varkot maydonlari tashkil etish orqali yoshlar uchun qo'shimcha infratuzilma yaratish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Boshqarma boshlig'i Sharof Rashidov tumanda ham jinoyatchilikni jilovlash va mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasidagi ishlarni o'rgandi. Mazkur jarayonda Toqchilik mahallasi hududida mahalla fuqarolar yig'ini va huquq-tartibot maskani qurilishi bo'yicha rejalanayotgan ishlar mas'ullar ishtirokida muhokama qilindi va zarur vazifalar belgilab berildi.